Assalomu alaykum. Mana bugün 27-iyun hafta kuniga chorshanba. Farg'ona tumani Chimyon Mindon Kon o'rik bozori. Mana yangi sezonlarimiz boshlanyapti. Abror necha pul bo'ldi dedingiz buni? 32 mingga berilmoqda. Kon o'rik yangisi bu. Nechta nuqsoni bor ekanda bunaqa. Yorug'i bor ekan. Nechi? Buradan 30 ming. 30 ming. Kon o'rik. Bundan bunisichi 37 ming bo'ldi. Bundan 2 tonna, bundan Bundan 2 tonna, 2 tonna, bundan 8 tonna. 10 tonna bor ekan. Yangi o'riklar mana, yangi o'riklar. Chiqishni boshladi bozorga. Yangi sezonlarimiz boshlanyapti. Ko'pchilik o'rik qurityapti hozir. Ko'pchilik quritib bo'lib keldi. O'rik kamroq qilgan bu yil. Bozorlarimiz ana shu holatda bo'lyapti. Mana suponi bargaklar 70 ming so'm deyilyapti. So'ralmadimi hali? Yo'q, 70 mingga so'ralmadi. Ha, chiqim 30 ming bo'ldi bu. Bucha aka san rangi pas ekani buni? 16 ming so'mga olinibdi. Rangi sal pasroq ekan. Ha, o'chib qo'ygandir-da. Bu necha pul bo'ldi dedingiz? Bermadingizmi? 35 mingga berilmoqda. Mana suponi o'rik mayizdek dimlangan. Barga qilib bo'lmaydi, shuna shoxida pishgan, dimlangani. Mana shu barglar ham o'sha barglarning sherigi. Yangi bargaklar. 70 ming kami bor deyilyapti, so'ralmoqda hali. O'rtacha, unaqa yirik emas. Beshta unaqa nuqsoni bor. Mana shu holatda bo'lyapti bozorlarimiz. Mana limonka bargaklar yangi. Yangisi 44 ming so'mga berilmoqda. Uni juda chiroyli quribdi. Quroligi ham o'rtacha, yaxshi, unaqa joq quyilmas. Yaxshi. 44 mingga berilmoqda limonka. Takip edemem. Yangi suponi bargak 60 ming so'm so'ralibdi, berilmadimi? 60 ga. Lekin quruqligi yaxshi ekan. Yaxshi quritibsiz a? Bu namunami? Yo'q. Bormi? Yana bormi? Ha. 60 ga bermadingizmi? Necha pul narx aytyapsiz? 75 ming. 75 ming. Chiqimi ham bor ekan, terilmagan ekan. Buchi? 35 mingga berilmadi. Mayizdek o'rik. Dimlangan sulxoni. Bular eski. Bular kafirat. Eskida endi. Sulxoni barga doni sal kichkinaroq ekan, rangi yaxshi, 36 mingga berilmayapti. Savdolar bo'lyapti mana. Bodra gapiring. Aytyapsiz nima gaplar? Narxlar tushib ketyapti. To'liqmaydi. Qulayapti. Narxlar qulayapti. Zafar aka. Supon o'riklar naturalni. Necha pulga bermadi deyapsiz? Yo'q. 40 mingga bermadingizmi? Doni joy yirik emas, lekin rangi yaxshi ekan. Savdolar bo'lyapti har bir joyda. Sezon endi boshlanadi-da mana. Mana o'rik necha pulga boribdi? Yangi o'rikmi bu ham eskimi? Qancha? 35 ming. Yangimi? Eskimi? Rangi chiroyli ekan, yangiga o'xshab. 35 mingga berilmayapti. Subhonalloh, bu ham dimlangan.
Bargilar qancha bo'ldi aka? 60 ga berilmadimi? Sponi. Şey yumuşak ekan, o'rtog'imada ekan. Yumuşak. 60 ga berilmadi. Bunaqa terimi ham bor kichkina. Rengi yaxshi ekan. Butunligi yaxshi ekan. Bu qancha bordi mana? Snegersmi? Necha pulga bordi? Necha pul narx aytyapsiz? 50 ming narx aytilyapti Snegersga. Snegers degan sortli o'rik. Namuna mana. 3 kilo bor ekan. Bu qanaqa o'rik aka? Bu necha pul deyapsiz buni? Boshqacha quribdimi? Shunaqa quraydimi? Buchi sponi. Yangi sponi o'rik. 36 mingga berilmoqda. Mana yumshoq bu ham, lekin qattiq emas. Ha, yuri shunaqa bo'lyapti. Ko'pchilik shunaqa qilyapti. Bu qanaqa o'rik bu? Bu sneaker bo'lsa Necha pul sotildi senga? 35 ming. 35 sotildimi? Ha, kattasi bo'lsa 50 ming. Sponi ham? Ha, zo'r. Yangi bular hammasi. Ha, yaxshi. Bargelarni ismiga bordi. Bargelar. Bundan ekan. Ona yirik barga ekan. Egasi yo'q ekan. Bilmazdimi? 60 mingga bordimi deyapti. 60 gami bordi deydi ekan. 60 mi 65 deyapti. Yumshoq ekan ammo lekin. Yumshoq ekan. 60 ga bermaydi buni. 60 so'rashdi, 60 ga beriladigan o'xshamaydi ularga. Mağaz bozor tugabdi-ku. Bular sotildimi aka? Ularga ham egasini bilmaymiz aka. Eshitib qo'yib ketishibdi-da. Mağaz bozor tugabdi, mağaz bozor topgayli desa. Bizda sahar bo'ladi-da mağaz bozor. Necha pulga bordi bu? Shep. Necha pul? Borgan yo'q hali. Necha pul deyapsiz? Borgan yo'q, 50 ming deyapti ekan qora ekan. Nima? Snegersmi yo Spareymi? 41 ga bordi Sparey. 41 mingga bordimi? Berilmabdi. Uni yiri ekan, yaxshi-ku. Spareyda holati degan qarasangiz. Sneakers bu, Sneakers. Sparey deyapti-yu, Sparey ekan. Qora ekan. O'xshar ekan Snegersga. bo'ladi ekan. 41 ga berilmabdi. Aslında bor. 62 ming so'mga bermayapmiz. 62 ga spon bargi quruqligi yaxshi, unaqa qo'yilmas ekan, ha. 62 mingga berilmayapti. Sponi bargi. Quyoshda qanaqa ko'rinyapti? Mana svet chiroyli ekan. Uchi limonkalar. Uncha qo'yil. Ha, shunaqa bo'pti. Sraz dimdan chiqishi mumkin bo'lsa, daning chiqarib. Yo'q, aka, sal yomg'ir yopmoqchi. Voy, necha pul bo'ldi bu? 30 ming deyishyapti. 30 ming so'rashyapti. Bermayapmiz. Mana bargalarimiz 60 ming, bunisi 15 ming so'm bo'lyapti. Mana medachamiz 14 ming qilishyapti. Bobo ekanmi bu? 14 ming so'rashdi. Uchi 60 ming so'm. narxlarcha qaytib qoldi. Saqla, ha, 5 ming qaytib qoldi tozalarga. Qayerga qo'shilishdi uni? Bu qanaqa bu? Sinigiz. Rangi sal past chiqibdi. Necha pul o'tdi dedingiz? 15 ming. Syomka xudolasa chiqadi bugun. YouTube'ga bu. Instagramga endi olaman aka hozir. Puli borda rosa kilo oladigan bozor. Ha, mana oladigan bo'lyapti. Narxlasa tushdi deyishyapti. Endi yangi sezonlarimiz endi boshlayapti. Hali rosa boshlangani yo'q. Kelaverasizlar.